Demak, ildizlarga doir nimaydi? Life hack deydimi? Ildiz ostida 7 minus 4, ildiz ostida 3. Ildizdan chiqarishimiz kerak. Nima qilamiz? Bu qaranglar. Mana bu yerdagi son va usulga tushish uchun bu qanaqadir a kvadrat plus b kvadratni bersa, bu o'rtada bizda plus ham, minus ham bo'lishi mumkin. Mana bu sonimiz 2ab ni bersa, shunda qavs kvadratni beradi, ildizdan chiqib ketadi. Endi shunga tushish uchun mana bu yerda nima turibdi? 2 turibdi. Ildiz oldidagi sonimiz 4 ni 2 ga aylantirishimiz kerak. 2 ga qanday aylanadi? O'ziga o'zi aylanmaydi. 4 teng buni 2 kare 2 deb olamiz va bitta 2 ni ildizga kiritaveramiz. 7 minus 2. Xo'sh, bizdagi mana bu bitta 2 miz ichkariga 4 bo'lib kiradi. Ko'paytiramiz 3. Endi shu joyda qaranglar, mana bu 4 kare 3 bo'lyapti. 12 ni beradi. 4 kare 3 imiz birinchi shu holatni o'zini ko'ramiz. 4 ga 3 qo'shsak 7 ni beradimi, yo'qmi? Beryapti. Agar bermasa 12 deymizda, 12 ni bir necha xil variantlarini ko'ramiz. Bunga ham hozir misol ko'ramiz. 7 minus yo'q, 7 minus emas. Bu bizga 4 kare 3 imiz 7 ni berganligidan kattasini oldinga yozib ildiz bilan yozamiz. Kichigini orqadan ildiz bilan yozamiz. 2 ni oldi minus bo'lgani uchun o'rta minus bo'ladi. Shuning qavs kvadratini beryapti. Ildiz bilan kvadrat qisqarib ketadi. Ichkari musbatligi uchun kattasi oldinga yozganimiz uchun musbatligi aniq va hech qanaqa modul kerak emas. 4 ni ildizdan chiqarsak 2 minus ildiz osti 3 degan qiymatni beradi. Xuddi shu, demak, bizda agar kelsa 13 minus 4 ildiz osti 3 bo'lib. Boyagidek buni 2 kare 2 deymiz. Bitta 2 ni 3 ta oldiga kiritadigan bo'lsak 13 minus shuni plusli qilib ishlaylik. 2 qoldi. 4 imiz ichkariga kirsa 4 kare 3. Endi 4 ga 3 qo'shganimiz 13 ni bermayapti. 4 bilan 3 ni ola olmaymiz. Nima qilamiz? Ko'paytmamiz 12 bo'ldi. 12 ni bir necha xil variantlari bor. 12 ko'paytirilgan 1 desak 12 ni beradi. 6 kare 2 desak 12 ni beradi. 4 kare 3 desak 12 ni beradi. Bizda tepadagida 4 kare 3 ni olgan edik. Nima bo'lish kerak? Yig'indisi 13 ni berish kerak. 12 bilan birimiz yig'inda 13 ni beradi. Demak, 12 ni oldinga yozib ildiz bilan yozamiz. 1 ni orqaga yozib ildiz bilan yozamiz. 2 ni oldi plus bo'lgani uchun o'rta plus, shuni qavs kvadrati. Kvadrat bilan ildiz qisqardi. 12 mizdan 2 ildiz osti chiqsa, plusdan 1. Xuddi shunday. Mabodo 8 kelganda edi. 8 minusdan sal boshqacha variant ko'raylik. 48. Boyagi qoidamiz bo'yicha ildiz oldida katta son bo'lsa 2 ni qoldirayotgandik. Bu yerda ildiz oldida son yo'q. Nima qilamiz? Mana bu 48 ni 4 ko'paytirilgan 12 deb olamizda 4 ni tashqariga 2 qilib chiqaramiz. Bu bizda 16 ni 16 kare 3 deb 16 ni 4 deb chiqarsak ham bo'lardi, lekin bu 2 bo'lib chiqadi. Ildiz ostida 12. Ee, 12 miz 6 kare bu tepadagi 3 xil variant bor. Bizga keraklisi 6 kare 2. Shunda 6 ga 2 ni qo'shsak, buni 8 deb beryapti. Bu ildiz ostida 6 minus ildiz ostida 2 ning qavs kvadrati. Nima uchun o'rta minus bo'ldi? 2 ni oldi minus bo'lganligi uchun. Kvadrat bilan ildiz ketadi. Ildiz ostida 6 minus ildiz ostida 2. Buni yana nima qilish mumkin? Ikkalasidan ham ildiz ostida 2 ni chiqarib, ildiz ostida 3 minusdan 1 qavsning ichida va ko'paytirgan ildiz ostida 2 deb yozib qo'yish mumkin.